Assalomu alaykum muhtaram muxlislar, dasturlar taqdimotida davom etamiz. Xabaringiz bor, ayni kunlarda O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi va uni tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni loyihasi keng jamoatchilik e'tiborida. Loyihada O'zbekiston 2030 strategiyasining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar ro'yxati va maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Ayni barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash mazkur hujjatning ikkinchi yo'nalishi hisoblanadi. Bugungi dasturimizda bu borada 2025-yil uchun mo'ljallangan rejalar va maqsadlar haqida so'z yuritamiz. Suhbatdoshlarimiz Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining loyiha rahbari Doston Jalilov hamda yetakchi mutaxassis Zohidjon Mahmudovlar bo'lishadi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ayni hujjatning o'sha aytib o'tganimizdek ikkinchi yo'nalishida 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va mamlakatimizni daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiritish maqsadlari belgilangan. Keling avvalo shu boradagi bir fikrlaringiz bilan boshlasak. Avvalo aytishimiz mumkin bo'lgan narsa barqaror iqtisodiy o'sish o'zi nima? Ya'ni barqaror iqtisodiy o'sish bu o'sha o'rta va uzoq muddatli davrda iqtisodiyotimiz o'sha barqaror ravishda o'sishi va bunga har bir tarmoqda o'sha barqarorlikni saqlagan holda va bunga asosiy muammolardan bo'lgan ekologiyani inobatga olgan holda o'sha barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash nazarda tutiladi. Umuman olganda 2025-yilga o'zimizning milliy prognozlar va xalqaro tashkilotlarning ham prognozlari mavjud. Xususan ta'kidlaydigan bo'lsak, Xalqaro valyuta jamg'armasi 2025-yilga O'zbekiston uchun 5.7% iqtisodiy o'sishni prognoz qilib bergan. O'zimizning milliy prognozlarga ko'ra esa 6% atrofida 2025-yil iqtisodiy o'sish kuzatilishi nazarda tutilgan. Endi albatta iqtisodiyotni o'zini tarmoqlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, 6% iqtisodiy o'sishni demak qaysi tarmoq qanaqa darajada ta'minlab berishi mumkin va qanaqa darajada hissa qo'shishi mumkin degan savol tug'iladi. Tarmoqlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, demak sanoat ishlab chiqarish hajmi 2025-yilda 6.1% ga o'sishi demak kutilmoqda. Umuman olganda sanoat ishlab chiqarish bu iqtisodiyot tarmoqlari milliy iqtisodiyotimizda tarmoqlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, ishlab chiqarishning asosiy yirik qismlaridan biri hisoblanadi. Keyingi yuqori o'sish bu xizmat ko'rsatish sohasida ham demak 10.5%, ya'ni bu ancha yuqori o'sish hisoblanadi. 10.5% o'sish kuzatilishi prognoz qilingan. Shu jumladan mos ravishda qishloq xo'jaligi demak 4.1% atrofida va qurilish xizmatlarini o'sish sur'ati 10.2% atrofida prognoz qilinmoqda. Umuman olganda bu prognozlar demak o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun o'sha o'rta muddatli davrda ishlab chiqilgan prognozlar hisoblanadi. 2025-yilga kelib demak iqtisodiy o'sishimiz 6% bo'lishi va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmi $3250 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Ayni e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha aholi farovonligini ta'minlash maqsadi ustuvor bo'lib turibdi. Ko'ryapmizki, so'nggi paytlarda mamlakatimizda bevosita o'sha aholi daromadlarini oshirish, ularni umuman tadbirkorlikka jalb etish, ishsizlikni yo'qotish va kambag'allikka barham berish borasida juda ham katta chora-tadbirlar amalga oshirilyapti va aynan endi 2025-yilga ham bu borada katta bir maqsadlar qo'yilyapti. Ya'ni mana shu yil nomidan kelib chiqqan holda yashil iqtisodiyot va bu boradagi ishlarni tartibga solish ham ayni dolzarb masalalardan biri. Keling shu haqdagi bir fikrlaringiz bilan davom ettirsak suhbatimizni, marhamat. Albatta, demak iqtisodiy o'sish faqatgina daromadni oshishi jihatdan qaramasligimiz kerak. Bu bugungi kunda har bir mamlakat iqtisodiy o'sishni demak atrof muhitga zarar yetkaziladigan zararni minimum darajada kamaytirish bilan birgalikda olib borishga harakat qiladi. Umuman olganda o'sha tadqiqotlarda ham bu ma'lum, ya'ni iqtisodiy o'sish bo'lgani sari demak atrof muhitga ham qanchalik darajada baribir ta'sir bo'ladi. Bizda endi kutilayotgan demak ba'zi yo'nalishlar bor. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda demak atrof muhitga ham e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Xususan aytadigan bo'lsak, 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini demak jami iste'moldagi ulushini 40% gacha yetkazish ko'zda tutilgan. Ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalari demak bu
o'z-o'zidan atrof muhitga ancha kam zarar yetkazadigan, o'sha karbonat angidrid gazi chiqindisi emissiyasini kamaytiradigan energiya manbasi aynan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan olinadi. Ya'ni 40% ga yetkazish, jami iste'moldagi ulushni 40% ga yetkazish bu ancha katta ko'rsatkich hisoblanadi. Shu jumladan aytadigan bo'lsak, energetika tarmoqlarida ham ba'zi islohotlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni energetika tarmog'ini o'sha bosqichma-bosqich bozor tamoyillariga o'tkazish va karbonat angidrid gazi, issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish kabi o'sha maqsadlar qo'yilgan va shu orqali albatta atrof muhitga yetkaziladigan zararni o'sha kamaytirgan holda iqtisodiy o'sishni ham ta'minlash ko'zda tutiladi. Umuman olganda iqtisodchilar orasida doim demak tanlov turadi: iqtisodiy o'sish va ekologiya. Va bizda o'sha tanlab olgan yo'nalishlarimiz, oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz albatta iqtisodiy o'sishni ta'minlashda atrof muhitga ham e'tibor qaratish ko'zda tutilgan. Aynan energetika sohasiga to'xtalib o'tdingiz va bizda yaxshi bir tajribalar bor, ya'ni o'sha aholi xonadonlarga bevosita o'sha quyosh panellarini o'rnatish orqali mana shu ekologik barqarorlikni saqlash, atrof muhit musaffoligini asrashga o'sha bevosita aholini ham jalb etish orqali o'zlaridan ortgan o'sha elektr energiyasini o'sha davlatga sotish imkoniyati ham mavjud bo'ldi. Bu ham bo'lsa o'sha aholi daromadini oshishini, ularni o'sha oilaviy farovonligi ta'minlanishiga ham xizmat qilyapti, to'g'rimi? Ha, albatta buni ham alohida aytib o'tishimiz kerak. O'sha ta'kidlaganingizdek, quyosh panellarini o'rnatish masalasi aholimizga, fuqarolarga bu borada o'ziga yarasha rag'batlar shakllantirilgan. Ya'ni aholi o'z xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish orqali iste'moldan ortgan qismini demak hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga sotishi va bu orqali birinchidan o'zlari daromad olishi mumkin. Ikkinchidan demak respublika energetika tizimida ham qaysidir ma'noda demak bosimni kamaytirishi mumkin. Albatta bu borada oldimizga qo'yilgan demak maqsadlar ham bor. Bugungi kungacha ishlab chiqilgan mexanizmlar aholini qayta tiklanuvchi energiya manbalarini faol ishlab chiqarishga va bu orqali qaysidir ma'noda daromad olishga ham undaydi. Qayta tiklanuvchi energiyalar haqida to'xtalar ekanmiz. Bu yerda faqatgina quyosh panellari emas, shu bilan birga shamol, ya'ni energiyasidan ham elektr energiyasini ishlab chiqarish, gidroelektr energiyalarni ishlab chiqarish ham, ya'ni bizga 2030-yilga kelib muqobil energiya manbalaridan ishlab chiqarilgan energetika resurslarni jami iste'molga ulushi 40% ga yetkaziladi va bu bilan birga yana bir muhim jihat shuki, ya'ni ishlab chiqarishga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Mana masalan bugunga kelib deylik, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra bu taxminan 16% ga yaqin bo'ladigan bo'lsa, bu deylik 30-yilga 40% ga yetishi, ya'ni ishlab chiqarishga, ya'ni qo'shimcha energiya resurslar yetkazish imkoniyatini beradi. Ya'ni bu ham ya'ni iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga olib keladi. Moliyaviy ommaboplikni oshirish strategiyasini ishlab chiqish maqsadi ham qo'yilyapti. Keling, tinglovchilarimizga bir tushunarli tilda aytib o'tsak, buni moliyaviy ommaboplikni oshirish deganda biz o'zi nimani tushunishimiz kerak? Avvalambor moliyaviy ommaboplikni haqida gap ketar ekan, dastlab uni ta'rifiga, ya'ni nima ekanligiga to'xtaladigan bo'lsak, Jahon bankining ta'rifiga ko'ra, ya'ni moliyaviy ommaboplik aholi va kichik biznes vakillarining birlamchi moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari tushuniladi. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni birlamchi moliyaviy xizmatlar deganda, ya'ni naqdsiz pul to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlari. Qaysiki yana bugungi kunda mana mobil banking deyapmiz, shu yoki boshqa bir ilovalar orqali, ya'ni pul o'tkazgan joylarda to'lovlarni amalga oshirishimiz yoki pul o'tkazmalar, ya'ni aholini yoki bir-biriga yana bir pul mablag'larini o'tkazish, ya'ni naqdsiz shaklda. Shu bilan birga yana sug'urta xizmatlarini deylik, ommabopligini qanchalik aholimiz ya'ni sug'urta xizmatlaridan foydalanishi va eng asosiysi bu yerda kredit va depozit operatsiyalari nazarda tutilyapti. Ya'ni bu nima degani? Aholimiz qanchalik kredit olyapti yoki banklarimizdan mana shu kreditlarni taqdim etib bilayotganligini tushuniladi. Va depozitlar haqida gap ketsa, ya'ni aholimiz qanchalik o'zini bo'sh turgan mablag'larini bor bankka jamg'aryapti va shunga ishonyapti. Bularni birlashtirib, ya'ni ushbu operatsiyalar, ya'ni ommalashish aholi o'rtasida mana shu moliyaviy ommaboplik holatini aks ettiradi. Endi buni darajasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, amaliyotda moliyaviy ommaboplikni baholashni bir nechta metodologiyalari mavjud. Bulardan Jahon bankining, ya'ni moliyaviy ommaboplikni baholash metodologiyasiga ko'ra, ya'ni ular 18 yoshdan oshgan aholining depozit hisob raqamiga egalik darajasiga e'tibor qaratadi. Ya'ni mana shunga qarab, ya'ni ularning asosiy deylik e'tibor qaratadigan omili shu bo'lgan. Ya'ni shundan kelib chiqib, ya'ni O'zbekistonda ya'ni 2021-yil holatiga ko'ra, ya'ni 18 yoshdan katta aholining 71% da depozit hisob raqamlariga ega bo'lgan bo'lsa, ya'ni
2023-yilga kelib, ya'ni ushbu ko'rsatkich 75% gacha yetgan. Ya'ni bizda avval amaliyotda bu strategiya ishlab chiqilgan edi. 21-23-yillarda strategiya ishlab chiqilgan. Ya'ni bungacha ham ya'ni o'ziga yarasha, ya'ni faqatgina strategiya emas, ya'ni uni atrofidagi ya'ni elementlar ham, ya'ni shart-sharoitlar yaratilgan bo'lgan. Mana 18-yilda bank xizmatlari ommabopligi to'g'risida prezident farmonlari qabul qilingan. 19-yilda mikro moliyaviy xizmatlar to'g'risida deylik ommaboplikni oshirish bo'yicha yana deylik chora-tadbirlar amalga oshirilgan va 21 va 23-yillarga mo'ljallangan strategiyamiz ishlab chiqilgan. Buning natijasida ya'ni ushbu qarorlar hammasi yig'ilib, samarasi natijasida aholi o'rtasida moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi ortib borgan. Ya'ni bunga shart-sharoit yaratilgan mana shu huquqiy asoslarimiz. Ya'ni buning natijasida yana huquqiy asos bilan birgalikda, ya'ni ushbu chora-tadbirlar, ya'ni strategiyalar doirasida, ya'ni moliyaviy xizmatlardan foydalanish deylik infrastrukturasi ham ya'ni yaxshilangan. Ya'ni raqobat muhiti yaxshilangan bu borada. Bugungi kuni tahlil qiladigan bo'lsak agar, bugun aholi vakillari mana darajasi oshib boryapti, mana shu moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi o'sib boryapti deyapsiz. Qanchalik ular xabardor mana shu moliyaviy xizmatlar haqida, mana ularni savodxonligini oshirish bo'yicha ham bir qator maqsadlar belgilangan edi. Shular xususida ham to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Umuman olganda mana iqtisodiyotni liberalizatsiya qilingandan so'ng 2017-yilda mana Markaziy bankda ham, ya'ni Markaziy bank tomonidan doimiy ravishda deylik aholini deylik moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirib kelmoqda. Ya'ni bu bo'lishi mumkin aholini seminar treninglar o'tkazilishi, ya'ni har xil ya'ni ko'rsatma materiallari aholini ya'ni savodxonligini oshirib ya'ni kelmoqda. Yana bundan tashqari yana boshqa ya'ni yo'nalishlarda ham, ya'ni mahallaviy ishlash tizimida ham bir qancha ishlar olib borilgan. Ya'ni o'shanda ham yana aholiga bank tizimi, ya'ni umuman moliyaviy tizim haqida yana bir qancha tushunchalar berib ketilgan. Shu masalaga qo'shimcha qilmoqchiman. Demak, biz tahlil qilganimizda 2017-2023-yillar davomida O'zbekistonda bank tizimidagi o'zgarishlar tahlil qilinganda, demak, O'zbekistonda o'sha aholini, fuqarolarimizni, demak, bank xizmatlaridan foydalanish, moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi, demak, sezilarli oshganligini kuzatishimiz mumkin. Bunda xususan aytadigan bo'lsak, 2017-2023-yillar davomida, ya'ni muomalaga chiqarilgan bank plastik kartalarini hajmi 2,4 barobarga o'sgan. Xususan yana aytadigan bo'lsak, o'rnatilgan to'lov terminallari hajmi 1,8 barobarga, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 9,6 barobarga. Demak, o'sganligini kuzatishimiz mumkin. Demak, bu o'sish nimani anglatadi? Ya'ni yuqorida tilga olingan o'sha moliyaviy xizmatlar, demak, aholini kreditlarga qanchalik darajada o'sha faol qatnashishi, kredit bozorida banklarga depozit qo'yishi yoki o'sha banklar bilan o'zaro o'sha to'lov tranzaksiyalar masalasida banklarga murojaat qilishi, sug'urta xizmatlaridan foydalanish hajmi, demak, ushbu ko'rsatkichlarda o'sha bir nechta ko'rsatkichlarda o'sish kuzatilgan. Yana shu bilan qo'shimcha tarzda yana ma'lumot keltirmoqchi edim. Mana 20-24-yillar davomida jami 40 ta yana to'lov tashkilotlari va 12 ta elektron pullar tizimlari o'z faoliyatini boshlagan. Ya'ni umuman olganda masofaviy bank xizmatlari oshishini shu bilan ham izohlash mumkin. Yana qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, yana bir qancha yana to'lovlar, soliqlar, yana kommunal to'lovlari, yana boshqa turdagi yana xususiy yana xizmatlardan yoki foydalanish to'lovlarini ham deylik onlayn yana masofaviy to'lovlarni amalga oshirish joriy qilishi bu aholi o'rtasida deylik moliyaviy ommaboplikni ortishiga olib keldi. Shuningdek, bizda hozirgi kunda raqamli bank xizmatlar soni ham ortib bormoqda. Masalan, deylik bugungi kunda TBC banki hamda Anor bank to'liq raqamli banklar bo'lib, mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimi to'laligicha raqamlashtirilgan. Aynan bugungi kunda moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirishga to'siq bo'layotgan bir muammolar xususida ham to'xtalib o'tsangiz. Endi muammolar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu asosan deylik aholining moliyaviy xizmatlardan to'liq bilmasligi bo'lishi mumkin. Endi bu ham qandaydir qismda muammo bo'ladi. Sababi bu muammo yana tezda yechimini topmasligi mumkin. Yana qandaydir vaqt o'tishi kerak, qaysiki yana odamlar deylik shu moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganib chiqishi,
Ya'ni nimaga deganda, ular o'zlari mablag'larini, ya'ni bank depozitiga qo'yishi yoki elektron shaklda o'tkazishga to'g'ri kelishi mumkin. Qaysiki bank kartalarida deylik yoki mobil banklardan o'tkazish imkoniyatlarini talab etishi mumkin. Shu sababli yana qanchadir vaqt kerak. Ya'ni buni hozirgi davom etayotgan deylik aholining moliyaviy savodxonligini oshirilishi bu muammoni yechimiga olib kelishi mumkin. Yana o'sha barqaror iqtisodiy o'sish yo'nalishi haqida so'z yuritsak, endi eksport salohiyatini oshirish borasida ham bir qator maqsadlar qo'yilgan. Yana aytadigan bo'lsak, o'sha tadbirkorlar bilan korxonabay ishlarni tashkil qilish va mahalliy mahsulotlarning eksport geografiyasini kengaytirish. Bu borada qanday bir rejalar mavjud? 2025-yilda mamlakatda eksport salohiyatini oshirish, eksport geografiyasi, o'sha eksport qiladigan mamlakatlarimiz sonini ko'paytirish va eksport diversifikatsiyasi deydi. Ya'ni eksport qiladigan mahsulotlarimiz turini ham ko'paytirish bo'yicha o'sha rejalar bor. Umuman olganda biznes va investitsiya muhitini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirish bo'yicha bir qancha o'sha yo'nalishlar bor. 2025-yil davomida o'sha amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Aytadigan bo'lsak, demak 30 ta tuman shaharda demak ularni kompleks rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va u dasturlar doirasida demak tadbirkorlarga, demak fuqarolarga investitsiya muhitini, biznes muhitini yaxshilab berish nazarda tutiladi va Zarbdor tumani tajribasi asosida o'sha hududlardagi zaxira imkoniyatlarini ishga solgan holda, ya'ni ba'zi hududlarimizda shunaqa imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin faoliyat olib borish jihatdan pastroq darajada bo'lishi mumkin. Demak, Zarbdor tuman tajribasi va G'ijduvon tuman tajribalariga kelib chiqqan holda, demak, boshqa hududlarni ham rivojlantirish, ya'ni mahallalarda o'sha yuqoriga o'suvchi sanoat binolarini tashkil etish va qo'shimcha xizmat ko'rsatish, o'sha korxonalari, magazinlar, do'konlar, xizmat ko'rsatish obyektlarini yaratish uchun demak biznes va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha demak vazifalar qo'yilgan. Innovatsion ahamiyatdagi 30 ta yo'nalishda startap loyihalar e'lon qilish va 2025-yilga kelib demak 100 ta innovatsion biznes loyihalarini amalga oshirish. Bu albatta katta son hisoblanadi va eng asosiysi demak eksport salohiyati haqida to'xtalganimizda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan narsa demak Jahon savdo tashkiloti. Bugun ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri, ya'ni O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga a'zoligini o'sha olib borilayotgan ishlarni jadallashtirish, tezlashtirish masalasida ham oldimizga maqsadlar qo'yilgan. Endi umuman olganda Jahon savdo tashkilotiga demak agar a'zo bo'ladigan bo'lsak, bu o'z navbatda bizda eksport korxonalarimizga imkoniyatlar ochiladi. Demak, yangi bozorlar paydo bo'ladi. Demak, bu bozorlarga chiqishimiz osonlashadi va import jihatdan demak ichki bozorimiz nisbatan arzonroq bo'lgan tovar va xizmatlarni iste'mol qilinishi va aholini demak xarid qobiliyatini ortishiga ham olib keladi. Tashqi savdo jihatdan e'tibor qaratilishi mumkin bo'lgan demak jihat bu O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha olib borayotgan ishlarni tezlashtirish. Bu bo'yicha ham alohida ishlar olib borilmoqda. Demak, tashkilotni ham, ya'ni Jahon savdo tashkilotini ham o'ziga yarasha bir talablari bor. Ya'ni u yerda ham o'sha bevosita yashil iqtisodiyot tendensiyalariga e'tibor qaratiladi va mana shunga asoslangan endi bizda ham o'sha ishlab chiqarish, bevosita eksport masalalari hal etilishi zarur. To'g'rimi? Albatta bu fikringizga qo'shilaman. Jahon savdo tashkilotini nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham o'zini ba'zi talablari bor. Demak, olib borilayotgan ishlar aynan shu talablarga moslashtirilishi ham kerak qaysidir ma'noda. Ya'ni bizga agar bozor ochilsa-yu bizni mahsulotlarimiz ular qo'ygan talabga javob bermaydigan bo'lsa, demak biz u yerda albatta yo'qotishimiz mumkin. Jahon savdo tashkilotining talablari, ya'ni u yerda boshqa biz eksport qilmoqchi bo'lgan mamlakatlarning ham qaysidir ma'noda talablari turadi. Demak, o'sha talablarga moslashtirish orqali tadbirkorlarga eksport qilishni yo'lga qo'yishga ko'maklashish mumkin. Yashil rivojlanish, yashil iqtisodiyot haqida gap boryapti. Keling, mana shu haqida ham bir tinglovchilarimizga ma'lumot bersak, umuman yashil rivojlanish deganda ko'proq nimalar nazarda tutilyapti? Yashil rivojlanish deganda, demak, yuqorida aytib o'tdim, bugun mamlakatlar faqatgina iqtisodiy o'sish, daromadlarni oshirish, odamlarning qo'lida pul bo'lishi haqida o'ylagani yo'q. Bugun o'zi deyarli barcha mamlakat demak iqtisodiy o'sishni atrof muhitga zarar yetkazmasdan, demak toza havoda, ekologik toza havoda nafas olish bilan o'sha amalga oshirishni nazarda tutyapti. Xuddi shunday bizning mamlakat ham bu borada o'sha juda ko'plab ishlarni o'sha yo'lga qo'ydi. Ya'ni iqtisodiy o'sishni demak atrof muhitga zarar yetkaziladigan zararni kamaytirish bilan olib borish. Endi faqat
daromadni oshirish haqida o'ylamasdan, demak, daromadni oshirish va uni, demak, ekologik jihatdan, ishlab chiqarish jihatdan davom ettirish. Bunda asosan o'sha energetika sohasiga yana to'xtalishimiz mumkin. Ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, korxonalarda ekologik talablarni o'rnatish bugun ko'p ya'ni tilga olinyapti. Demak, karbonat angidrid savdosi, carbon trade deydi. Ya'ni shu sohalarni rivojlantirish ko'zda tutilgan. Endi yashil energetika borasida ham juda ham katta bizda qadamlar qo'yilyapti. Xorijlik investorlar juda ham katta qiziqish bildirishgan. Bizda katta o'sha quyosh, shamol stansiyalari qurildi va bularning natijalarini ham biz ko'rib turibmiz. Endi albatta joriy yilda mana shu ishlar samaradorligini yanada oshirish ko'zda tutilyapti. Bu boradagi o'sha maqsadlarga ham to'xtalib o'tsangiz, xorijiy investorlar bilan yanada o'sha hamkorlik aloqalarini o'rnatish bu dolzarb sanaladi. Albatta shunday. Demak, bugun yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilyapti. Xususan xorijiy investorlar, xalqaro, nafaqat xorijiy investorlar, demak, xalqaro moliya institutlarini ham o'sha yashil iqtisodiyotni, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga kengroq jalb qilishga harakatlar ketyapti. Demak, xorijiy investorlarga investitsion muhitni yaxshilash bilan birgalikda xalqaro moliya institutlari, bu o'sha Jahon banki bo'ladimi, xorijiy xalqaro valyuta fondi bo'ladimi yoki Osiyo taraqqiyot banki bo'ladimi, o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, demak, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun grant loyihalarini amalga oshirish va bu bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Demak, shu kunlarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda xalqaro moliya institutlarini jalb qilish va grant loyihalarini amalga oshirish bo'yicha, demak, ishlar olib borilmoqda. Yana o'sha moliyaviy ommaboplikni oshirish strategiyasi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, endi aynan yil nomidan kelib chiqqan holda qanday bir o'zgarishlar, yangiliklar kiritilishi nazarda tutiladi endi. Keyingi yillarda yana moliyaviy ommaboplikni oshirish strategiyasini ishlab chiqishda, ya'ni unga qo'yiladigan ushbu yo'nalishda belgilanadigan vazifalarga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor mana shu moliyaviy xizmatlarni turlarini ko'paytirish va sifatlarini oshirishga asosiy e'tibor yana qaratiladi. Shu bilan birga, ya'ni aholining deylik moliyaviy savodxonligini oshirish ishlarini yanada jadallashtirib borilishi, ya'ni o'z o'rnida, ya'ni keyingi yillarda aholi o'rtasida ya'ni moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirishga olib keladi. Yashil iqtisodiyot deganda bu sanoat korxonalarida ham ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan katta bir loyihalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi va aynan mana shu yil dasturiga kelib tushgan o'sha takliflardan birini aytadigan bo'lsak, bevosita o'sha korxonalarni transformatsiya qilish, ma'nan eskirgan o'sha texnologiyalardan voz kechgan holda zamonaviy texnologiyalar asosida mana shu barqarorlikka erishish va tejamkorlikni ta'minlash masalasi ham bu yerda qo'yilyapti. Shu haqdagi fikrlaringiz bilan davom ettirsak, bugun demak, o'sha carbon trade deydi, karbonat angidrid savdosi deb tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni shu yo'nalishga ko'proq e'tibor qaratilyapti yashil iqtisodiyotda. Umuman olganda karbon savdosi nima? Ya'ni bu o'sha ishlab chiqarish korxonalarida, yirik ishlab chiqarish korxonalarida ba'zi ekologik talablarni qo'yish va o'sha havoga chiqariladigan karbonat angidrid gazi emissiyasini, chiqindisini, hajmini kamaytirish bo'yicha talablar qo'yilmoqda. Ya'ni u talab qo'yilganda, demak, korxonalar nima qiladi? O'sha talabga, o'sha qo'yilayotgan talablarga moslash uchun, demak, atrof muhitga nisbatan kamroq o'sha issiqxona gazlari chiqarish uchun, demak, yetarlicha texnologiya olib kirish kerak. O'zini o'sha filtrlari bor, demak, filtrlarni qo'yish kerak. Demak, o'sha texnologik jihatdan rivojlantirish orqali, demak, zarur texnologiyalarni o'rnatish orqali, demak, ishlab chiqarish korxonalari atrof muhitga chiqariladigan o'sha emissiyani, zaharli gazlarni kamaytirishga harakat qiladi. Qarangki, ekologik zararlarni majburiy sug'urtalash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi haqida ham bu yerda maqsad mavjud. Demak, bu ham bir aytadigan bo'lsak, o'sha korxonalarga qo'yilayotgan katta bir talab bo'ladi endilikda. Albatta, korxonalarga qo'yiladigan talab haqida to'xtaldik. Demak, javob berish, moslash ma'nosida qaraydigan bo'lsak, o'sha ekologik jihatdan toza ishlab chiqarishni rivojlantiruvchi texnologiyani o'rnatish, bu atrof muhitga yetkaziladigan zararlarni kamaytirish mumkin. Ayni paytda bizning dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Keling, endi xulosalaringiz bilan yakunlasak,
marhamat. Xulosa qiladigan bo'lsak, umuman olganda makroiqtisodiy barqarorlik va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda yashil iqtisodiyot bo'yicha umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, 2025-yilda biz oldimizga qo'ygan maqsadlarga ko'ra, demak, iqtisodiy o'sishni ta'minlash, 6% atrofida ta'minlash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirgan holda, ekologiyani o'ylagan holda, atrof muhitni o'ylagan holda, ya'ni ikkalasi parallel ravishda olib boriladigan ish, ya'ni parallel ravishda, demak, makroiqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlash va atrof muhitga yetkaziladigan zararni ham kamaytirish bo'yicha demak maqsadlar qo'yilgan. Demak, ushbu maqsadlarga yetish orqali, demak, 2025-yilda aholi daromadlarini 3250 AQSh dollariga yetkazish ko'zda tutilgan. Barqaror iqtisodiy o'sish to'g'risida yana qo'shimcha xulosalar qiladigan bo'lsak, mana aytib o'tilgandek, ya'ni ekologik barqarorlik, atrof muhitga zararlarni kamaytirish bilan birgalikda iqtisodiyot 6% dan kam bo'lmagan o'sishini va shu bilan birga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ya'ni daromadlarni yana $5000 yetkazish bu aholi turmush farovonligini oshirishga olib keladi. Rahmat sizga bugungi samimiy suhbat uchun va bizga yetkazgan ma'lumotlaringiz uchun. Muhtaram muxlislar, eslatib o'tamiz, bugungi bizni suhbatdoshlarimiz Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining loyiha rahbari Doston Jalilov hamda yetakchi mutaxassis Zohidjon Mahmudovlar bo'lishdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.